qilib rahmat baraka toping. Meni podpishchiklarim kelishi mumkin-da, bu aniq. Kelishsa ularga qanaqa skidka qilib beradi? Shahnoza nomidan keldim deysa. Agarda bloger Shahnoza xonning nomidan deb kelishadigan bo'lsa, biz shu aytilgan hamma summadan yana 10% skidka qilib beramiz. Ana bo'lmasa. Zo'r. Biz avvalambor narx uchun emas, biz molni sifati uchun albatta strategiya qilganmiz. Bizning anaqamiz maqsadimiz faqat shu sizlar molinglar sifatli, mana qachondan beri ishlatamiz deb qayta keladigan mijozlarimiz juda ko'p. Mijozlarimiz juda ko'p. Yolg'on gapirmayman, shu bozorda ham ishlovchi akalarimiz, ukalarimiz, opa-singillarimiz ham sizlarning molinglar yaxshi, sizlarning molinglar sifatli deb o'ziga qiz chiqarishganda ham, yengil qilishganda ham bizdan kelib olib ketishadi har doim. Gap yo'q. 70-80% klient bizning klient mana shu yerda bozorda ishlaydi. To'g'ri aytyapsiz. Agarda molimiz yaxshi bo'lmaganda shu yerda ishlagan atrofiga odamlar ham kelmasdi, to'ppa-to'g'ri. Sifati zo'r ekan. Men hozir ayajonim keldilar-da, kelib turib aytibdilar, "Voy, biz ham ading bilan mashtan olganmiz uyga" deb qoldilar-da. Biz ertalab soat 7 dan beri aylanamiz, aka, sizni qidirib topish uchun. Gap yo'q. Ana, albatta. Shahnozaxonning ham havas deb kelishadi. Havas guruhimizda. Xudo xolisi. Qaranglar, qanaqa narsa oldik. Mana bu yumshoq, yengillik kelibdi bularda. Ikkita kombinatsiya qildik-da, mana bu tuli bilan kombinirованный qilib qildik. Zo'r chiqadi. Xudo xolasa tikib beraman, kuzatib boringlar. Xudo xolasa, Aziz opa, gap yo'q sizga ham. Bu Gloria magazini shunaqa katta ekan, hech qayerda ko'rmadim bunaqa magazin bozor bo'yicha. Bu yoqda ham bor ekan mana. Hormanglar, assalomu alaykum. Hamma sharoitlar bor ekan, o'zi ham qaranglar, mana bu yerdagi tulni oldik. Bu yoqda ham har xillar bor. Pardalarni ham tikib osib qo'yishibdi, erinmasdan qo'yil. Qaranglar, mazza qilib muzdek magazinda tanlab chiqasizlar. Mana bunaqa tul oldik. Yengil, hozir modniy tul ekan. Bo'yi ham bemalol 3 metrga to'g'ri kelaverar ekan. Zo'r turetskiy. Arzon-arzonga qilib berishyapti, ham sifatli. Biz aytayman 7 dan beri aylanamiz. Havas Fashion'ni Shahnoza nomidan keldim desanglar, qaranglar, 10% skidka qilib berishar ekan. Kelaverasizlar bemalol. Xayrli tong, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bo'yanmaganman, faqat SPF kremimni surib oldim. Ana endi ishxonamga bir rovga kelib ketib, bozorga qarab yo'l oldim. Bugun ishlarimiz har doimgidanda ko'p. Inshaalloh omad tilaylar. Hammani kuni ilohim barokatli, judayam ana fayzli o'tsin ilohim. O'ylagan barcha orzu niyatingizga Allohim yetkazsin. Ortig'i bilan. Har doim yaxshi niyatda uyg'oninglar. Kechki payt har doim men yotishdan avval odat bo'lib qolgan, ertangi kunimni o'sha kuni o'tgan kunimni sarhisob qilib, ertangi kunim rejalarini tuzaman bir chetdan. Alloh izni bilan o'sha plan bo'yicha ketishga harakat qilaman har doim. Shuning uchun plan bo'yicha har doim ishlarim zo'r ketadi inshaalloh. Ketma-ketlikda. Chiroyliligini, mashalloh. Hech qachon rassomlar xuddi shu chiroy chiqarib bera olmaydi. Faqat bu al-musavvir Allohimma chizgan go'zal suratlaridan har doim hayratlanaman borku, tabiatga qarab o'zicha rassomlar shunaqa bo'ladi deb o'ylayman. Oddiy inson prosta qarab o'tib ketishi mumkin. Boshqa kasb egasi demoqchiman, lekin aynan rassomlar bitta daraxtni bargiga qarasa ham million xil rang topadi-da. Million xil, bitta yashil yoki bitta sarg'aygan rang ko'rmaydi. Uning ichidan tomirlarigacha e'tibor berib ko'ra oladigan bu rassomlar bo'ladi. Yoki men shunaqamanmi? Rassomlar bo'lsa yozinglar. Qaysi joyga qarasam hayratlanib, voy deb ranglarni qidirib yuraman. Qarab, o'zi sog'indim, lekin o'tirib maslinni kraskalarda bo'yashni rosa sog'inimman.